Assalomu alaykum mehribonlarim, charchab qolmayapsizlarmi? Bugun Zaksda emasman. Bugun raddomdaman. Mana shu katta inshoot mana orqamdagi bolalar tug'ruqxonasi. Biz Oybek deymiz, Oybek raddom. Bugun mana bir shunaqangi bitta bir xursandchilik kunda sizlarga ilingim keldi. Aka bilan suhbat qilib, aka nima topdingiz desam, o'g'il topdim deyishdi. Sekin suhbatlarni olsam, uka deyapti, 47 yoshimda birinchi farzandimni ko'rdim deyapti. Sizlar tasavvur qilyapsizlarmi? 47 yosh. Odamlar 1 yil, 2 yilda vaqti kelsa ajrashib ketishyapti, farzand bo'lmadi deb. Akani sabriga ham, akani Allohga bo'lgan ishonchiga ham mana qoyil. Hammasini ajrini berib, Xudoyim mana bugun o'g'il farzandli qilishdi. Birinchi chaqaloqlarni chiqayotgan. Hozir meni o'zimdagi bir hissiyotlar shunaqangi bir jo'sh urganki, men akani birinchidan sabriga qoyil qoldim. Deydi, kimlar nimalar demadi, qanaqa gaplar eshitmadim, doktorlar nimalar devordi-yu deyapti. Shunda ham Allohga sabr qilib, ishonch qilib, mana Xudoga shukr farzandli bo'libdi. Mana bugun farzandlarni olib chiqish marosimida birga xizmat qilyapman. Endi buni ta'rifga til ojiz. Akaga iloyim farzandlari ota-onasi bilan, umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin, shunga tilakdosh biz va taqdirda taqozosi bilan shu farzand kutayotgan ukalarimizga, oilalarga sabr tilaymiz. Iloyim mana yana bitta misoli, sabrda tagini oltinligini yana bitta misolini men bugun ko'rdim. 47 yoshda akamiz farzandli bo'ldilar. Bu endi sizlar hech nima bazagan, haligi sabr qilib kutolmayotganlar bor, hech nima bazagansizlar. Ko'ringlar, shular sizlarga yaqqol misol, sabrda tagi oltinligini. Bunaqa mashinalarda mana olib chiqib xizmatlaringizni qilamiz. Aka, Instagramga endi misol qolgan bolalarga ham haligi o'rnak bo'lsin, aka, misol sizga ham haligi hayot yo'lingiz oson bo'lgan yo'qda, aka, misol 47 yoshda farzand ko'rdim birinchisini deyapsiz-da. Sabr qilmagan oilalarga misol uchun ko'pchilik nechtasi ajrashib ketyapti, nechtasi shu bahona bilan haligi nima bo'ladi, lekin sizni sabringizga, aka, Allohga bo'lgan ishonchingizni namuna qilib qo'ymoqchiman-da. Shunga bir yoshlarga bitta tilak qiling, aka, hammaga ham bir yaxshi shunaqa bir nima desam bo'ladi, o'g'il ko'rishli farzandlar Alloh nasib qilsin deb. Hammaga nasib qilsin, aka, hammaga farzand nasib qilsin, aka. Farzand unga teng keladigan yo'q, aka, farzandi. Hammamizga farzand nasib qilsin, iloyim. Qo'shnilarni qo'shib qarasa, mana biz ham Xudoga yashab kelib farzandli bo'ldik, o'g'il ko'rdik, Xudo xolasa. O'g'ilning ismini Muhammad Yusuf qo'ydik, Xudo xolasa. Iloyim. Muhammad Yusuf. Umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin, aka. Qolganlarga ham o'rnak bo'lishi maqsadida qo'yib qo'yapman, aka, videoyingizni. Rahmat, sog' bo'ling. Qana zamonlarga qolyapmiz. Voy malades degan ishlar bo'lib ketyapti, boru 2026-yil ham Xudo xolasa sensatsiyalarga boy yil bo'ladiganga o'xshab turibdi. Nimaga deyinda, mana hozir aka shahardaman, orqamdagi mana 46-dom. 46-dom. Endi mana hozir qadamlab sanaganimizda ham bir 27 qadam chiqyapti, ja rekord emas. Endi 27 qadamlarida kelinimiz ekan, uni ko'rib qo'yinglar mana. Shu yerda kelinimiz. 46-domda kuyov bola, 48-domda kelin bola. Sensatsiya, mana domdan domga degan narsa bo'lyapti. Qo'yib, kuzatib boring, bundan ham qiziq ma'lumotlarni Xudo xolasa qo'yib boraman. Farg'ona ham rekordda, akalar. Kelin tomonda, aka, Xudo xolasa. Kelin tomonda xizmatdamiz, aka. Kelin tomonda. Bu вообще yaqin-ku, aka. Kuyov bolani mana bu yerga patis. Yaqinida vaqtda kelin qizimizni patis. 46da va 48 ekan. Qo'shnilar Xudo bo'lsin. Piyoda olib chiqib ko'ramiz. Piyoda shu yo'qga qo'ya olamiz. Mashinani nima keragi bor? Yo'q, boshda kerak, lekin piyoda yaqin ekanda. O'shanga men ovora qilmasdan piyoda chiqib ko'ramiz deyishyapti. Mana hozir operatorlar bilan kelishdik. Sherzod akam, Xudo xolasa operatorskiy xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar, nomerlarni yozib qo'yaman. Siz bugun kelin tomondan ekansizda? Xudo xolasa kelin tomondan. Men kuyov tomondan. Aka shahar ham chiroyli bo'lib ketibdi.